Xitoy ishg'oliyatchilari tarafidan yig'ilish lagerlariga qamalgandan keyin shu yerda vafot bo'lgan 70 yoshli dangliq Uyg'ur yozuvchi Nurmuhammad To'xti uchun juma namozidan keyin İstanbul Fatih jamoasida g'oyibona meyit namozi o'qildi. Namozga Sharq Turkiston tashkilotlar birligi, Buyuk Birlik partiyasi raisi Mustafa Dastici, ommaviy tashkilotlar vakillari va necha yuzlagan Sharq Turkistonlik qatnashdi. Xitoy xəvərləri to'rining xəbəriga asoslanganda atalmış avtonom rayonluq ishchilar uyushmasining muavin raisi Anvar Abdurahman intizomga xiloflik qilish jinoyati bilan tekshirishga boshlagan. Anvar Abdurahman 1970-yili Bugur noyasida tug'ilgan bo'lib, 1993-yili partiyaga kirgandan boshlab turli vazifalarni o'tab kelgan. 2015-yildan boshlab atalmış avtonom rayonluq ishchilar uyushmasining muavin raisi bo'lgan. Shimoliy Koreya taratqullarining xabar qilishicha, Xitoy davlat raisi Shi Jinping bilan Shimoliy Koreya raisi Kim Jong Un rayonning tinchligi va muqimligi uchun ikki davlat munosabatini kuchaytirish masalasida fikr birdakligi hosil qilgan. Chawshan axborot agentligining xabar qilishicha, ziyorat jarayonida Shi bilan Kim rayon masalalari va muhim xalqaro masalalar haqida fikr almashtirgan. Oxirida ikki davlat munosabatini kuchaytirishda fikr birdakligi hosil qilgan. Amerika prezidenti Donald Trump Eronga havo hujumi qilishni tasdiqlaganligi va oxirida buningdan voz kechganligi haqidagi bayonotiga tuzatish berdi. Trump Amerika NBC kanalining ziyoratini qabul qilganda tunugungi yig'inda Eronga hujum qilish haqida oxirgi qarorni chiqarmaganligini aytdi. Trump butkul hujum tayyorligining qilinganligini, lekin oxirgi qarorning berilmaganligini bildirdi va oxirgacha yeshil chiroq yiqilmagandi, chunki ishlar o'zgarishi mumkin dedi. İran ve Amerika arasında yüz bergen adamsız aeroplan meselesinden keyin Hindistan, Oman ve Fars koltuklarına iki uruş aeroplanı əvətdi. Hindistan Deniz Armiyasının bayanatında Hindistan'ın Oman ve Fars koltuğundan ötken Hindistan bayrağı bağ paraxutlarının bexatarligini kapaletga ega qilish uchun urush paraxutlari əvətligeligi bildirildi.